23-iyul kuni ob-havo biroz o'zgaradi. 23-iyul kuni havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 32-34 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 31-36 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Shuningdek, O'zgidromet joriy yilning 22, 23, 24 iyul kunlari Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.